qachon ko'tarib berasiz usta? Novvochilikni o'rganaman deb yaxshi niyat bilan sizga shogird tushdim. Lekin siz menga faqat xamir qilishni o'rgatdingiz xolos. Ertalab itlar uyg'onmasidan turib xamir qilishga novvoyxonaga boraman. Ammo lekin biroq siz meni qadrimga yetmadingiz, shuni bitta bilib oling. Non chekishni ham cho'tkilab o'rgandim. Non yopishni ham o'rgandim, non uzishni ham o'rgandim, lekin siz meni doim yaxshi ishlamishsan deysiz. Yaxshi ishlash qanaqa bo'ladi usta, menga aytingchi? 10 qop xamir qilsam yaxshi bo'ladimi? Yoki 20 qop qilsam yaxshi bo'ladimi? Nech qop xamir qilsam sizga yaxshi bo'ladi? Ovozingni o'chir. Oyligingni ko'tarib beradigan darajada. Non yopishni o'rganmading hali sen. Senga nech pul oylik qilib bersam ham, menga xiyonat qilib qozoqqa ketib o'rasan. Krisasan sen. Puldan vafo kutmanglar, pul topdim deb haddan oshib ketmanglar. Olmoq borki, bermoq ham bor dunyoda.